Assalomu alaykum Nova programmamizning qo'llovchilari. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Yangi Nova programmasi. Men sizlarning yaqin do'stlarim Ramila Isan. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, men sizlarning yaqin do'stlarim Tahir Tursun. Har juma kuni Nova programmamizning yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Unda qiz Ramila tomoshabinlarni shundaqli ko'rinman do'stlarni saqlatmay bugungi oylik musobaqamizni boshlab ketamdik. Buldu bizning mahirlarimizning mo tayyorliklari taq bo'ldi. Unda xo'sa boshlaytamdik. Bo'ladi. Bizning birinchi bosqichimiz bizning naqshimiz. Periştidek anamni çöçeklerden izleymen, süitini süpsüzün kölçeklerden izleymen, zerdap bulgan, kan bulgan yüreklerden izleymen, ya içilgan ya sulgan çiçeklerden izleymen, zerdap bulgan, kan bulgan yüreklerden izleymen, ya içilgan ya sulgan çiçeklerden izleymen. Sütke okşar abbakka, karga okşar abbakça, başlarda ak dalda kır oğledi gözlü yaş, başlarda ak dalda kır oğledi gözlü yaş, meni kıldı karlı dünya degen bağrı taş, nakşlengen derize gözleklerden izleymen, beni kıldı karlı dünya degen bağrı taş, nakşlengen derize gözleklerden izleymen. Bahar geldi neçret, yet oynudum men talay, dostlar geldi tuyumga, hem sodigar hem gaday, emma üzüm gelmedi, cinim ana gülçiray, nezir çırak duylarım, gözleklerden izleymen, cennet digen aykın, bastı diken can ana, yıllar digen hamanca, kastı diken can ana, senin kalbin tanrıtan, bastı diken can ana, Uyaş külgen kilecek, tileklerden izleymen. Uyaş külgen kilecek, tileklerden izleymen, tileklerden izleymen. Assalomu alaykum. Ve aleyküm Assalomu alaykum. Ve aleyküm selam. Xush kelibsiz. Aldı bilan tomoshabinlarimizga bir salomimizni yo'llaytamsiz. Buldu. Assalomu alaykum barliq Navo kuygi jo'r bo'lg'uchilar va televizor oldidagi barliq san'atkorlar. Kamina Nur Muhammaddan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Amis Nur Muhammad, menimcha o'quvchisiz. Shundoq. Qaysi maktab? San'at instituti o'tirib o'qiydi.
Mana programımızın həftəlik sanından qatnaşdınız. Bugün aylıq sanından qatnaşatsınız. Şundaq. Hazırkı hissiyatınızı anlap baxsaq. Haftalık çempiyon oldum. Aylıkım katlaştım. Aylıktım çempiyon bulup, yıllıktım bulup, maşını üzerime haydap eketmekçi. Şundaki arzuyum bilen geldim. Ramila man hurmatni paylayaman ekan. Ma xatarlik bo'lgan ma. Ay, lekin bu qayta mashin berish bilmasligimiz aniq emas. Bunun dikin masalan majilniki dek mukofoti aniq emas, jillikniki moddiy mukofoti ya bir o'sati kuchar. Biroz oyog'i bilan berib qolamda deb uni Agar avtomobil bilsakmi-ku, BRT-lan berishimiz mumkin. Mayli, bir yerde olsa aldık ben çıkıp kendisinden çıkıp bile ketmiyoruz mu? Bo'ldi, men qo'y yaningizda o'tirman. Yurtingiz nereden? Yurtum Kucha. Ha, maktabga bu yerda berib kelib, kuchaga qachta. Kuchaga qaytganlar besovasingiz bir kiram bo'ldi-ku, hujjatdan. Agar mashin olamizmi-ku, Alamısam mı? Ahırgıça, çidap, ahırgıça, tırışıma. bizga mushu javob kerakdi. Bo'ldi o'yinim. Rahmat sizga, Nurmat. Qutlaymiz, aram ag'ishtirom. Bundan sonra ikinci numaralı malikni qizg'in alqishlar bilan saytning taklif qilib olsak. Qani, marhamat. Neçe köyge Neçe köyge bu yana Ot tazeyi bir zerre vay zerre imkaniyem mini Boldi ey yariye Bestim diye judadır men 40 gün boldi ey yariye Bestim diye judadır men Bestim diye juda bulgan Gemge muatınadır men Vay dostayay Vay ayere derdim yaman ayare Ay yüzünü bir görsen Taşları yandığını gülsen Ay yüzünü bir görsen Taşları yandığını gülsen Ölsem arminiyem yoktur Ayağı can dersen Vay kızlar Vay ayare Derdin yaman ayare Vay senin o derdin Vay ayare Ayare Ateş yüzlü canan Canan yere Vay ayare Derdin yaman ayare Bu dağlar igiz dağlar Aşık yol ne Aşık yol ne baklar Kılını baklar Ayare
qo'shildingiz. Oldi bilan tomoshabinlarimizga bir salomingizni yo'llayib ayting. Assalomu alaykum televizor ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi qadrli do'stlar, Kamina Ershad Odildan hammalarga o'tliq salom. O'quvchimisiz Ershad? Ha, o'quvchi. Nada? Şinjan Sanat instituti Ha. muqam o'rinda sinfning o'quvchisi. Muqam o'rinda sinfningmi? Haqiqatan bek yaxshi o'rnab berdingizmi muqamni? O'zingizmi shu muqam o'rindash kasbida bo'lg'achqa, cho'qim muqam aytma deb noyati bir cho'ng tayyorlik bilan kelibsizda. To'g'ri, endi biz o'rganayotgan kasbimiz ham muqam bo'lgandan keyin, eng avval chuqur biz o'zimizning kasbini, o'zimizning aloyligini shu kasb orqali joriy qilishni to'g'ri deb o'ylab, birinchi numrimga klassik 12 muqamni ekeldim. Rahmat. Rahmat Ershad. Bəhtalab ketdiniz. Gapga tutmaydi sizni. Rahmat sizga. Do'st Ramila yana bir mahirimizni sakning tayf qila olamdik. Bo'ldi? Qani, alqish. Yan yardan dokşi, yaman yardan dokşi. Yan yardan dokşi, yaman yardan dokşi. Yaxşı yar yanda turup, yaman xahlan dokşi. Ey vafadarim, ey güzel yarim. Çıllı yarım oynaydı. Mengü birge bulaylı, Çillin yarım oynaylı, Mengü birge bulaylı. Kekette emesmen künde kelgilim. Ay yılda bir kilur men ay yüzünü kürgelim. Ey vafadarim, ey güzel yarim. Çellu yarım oynaydı, mengü birge bulaylı. Çellun yarım oynaylı, mengü birge bulaylı. Ben yırak dünyanı kürdüm yamini kürdüm ikin. Ben yırak dünyanı kürdüm yamini kürdüm ikin. Yürgümge ot taştı ya bunu bildim ikin. Ey vafadarim, ey güzel yarim. Çellu yarım oynaydı, mengü birge bulaylı. Çellun yarım oynaylı, mengü birge bulaylı. Assalomu alaykum. Ve aleykümselam. Assalomu alaykum. Aldılar tomoshabin do'stlarga salom bergach o'zingiz bir tanishtirib aytgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli baholiq ustozlar. Navo programmasi naq maydonda ko'rayotgan aziz ko'rilmanlar, 3-numurlik Mahir Anvarjon Osmondan hammangizlarga o'tliq salom. O'zim Şinjan Sanat institutining 2010-yillik musiqa muarif kasbiniki o'quvchisi, ya'ni bitirish oldidagi o'quvchisi desam bo'ldi. Bugungi Ramila oylik sonimiz bu shu san'at institutining o'quvchilari qatnashamdimi? Agar 5 mayirning hammasi ashtabisi ikkimiz qo'shgan 77miz borda bugun. Oylik son qatnashgan qandaroq? Tayyorliklar puxtimi? Aylıqsan qatnashib yaxshi bo'ldi. Xayrliklar maral bo'ldi. Bo'ldi, sizga omad tilaymiz. Aramag'ashtiring, marhamat. Rahmat. Bunda bo'lsa 4-numurlik mayirimizni sakning tayf qila olamdik. Qani, marhamat.
Eyyuhel eşrak boyu vesle cahan keltürmüşem Eyyuhel eşrak boyu vesle cahan keltürmüşem Bir gül irena cemalından nişan keltürmüşem Bir gül irena cemalından nişan keltürmüşem Örgülüp kaşkar yakan ol xotan beşlek izi Örgülüp kaşkar yakan ol xotan beşlek izi Avurup kiriye çırayılçı aman keltürmüşün Avurup kiriye çırayılçı aman keltürmüşün Elçinin bazarıdın bir muceldin put ile Elçinin bazarıdın bir muceldin put ile Göğsü yağı çay ilip erceş kazan keltürmüşüm Göğsü yağı çay ilip erceş kazan keltürmüşüm Gayşi ul gaylay sugah bulakladın ötür Gayşi ul gaylay sugah bulakladın ötür Çırılıktın kaf dilep işek çılan keltürmüşüm Çırılıktın kaf dilep işek çılan keltürmüşüm Navalar bildi Gülhan Allah Gülhan'dı kömül nişat itip Allah Gülhan'dı kömül nişat itip Allah Adem tatva Allah yeah. Ahu pigan keltürmüşem Allah Dem tatva Allah yeah. Ahu pigan keltürmüşem Allah Meşreba ömrü hutem Allah Deşti büktü kan yutup Allah Kanlı canlı köydürer Allah yeah. Yarga iman keltürmüşem Allah Kanlı canlı köydürer Allah yeah. Yarga iman keltürmüşem Allah Aldı bilen tomoshabinlarimizga shu qo'llovchilaringizga bir salomingizni yo'llasangiz. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rmanlar. Assalomu alaykum aziz muhtaramlar. Hammanglarning kechlik xayrlik bo'lsin. Men Xinjiang san'at instituti o'quvchisi Talibjon Toyirdan hammanglarga o'tliq salom. Xinjiang san'at institutining o'quvchisi. Qaysi kasbning? Xinjiang san'at instituti usul fakultetining o'quvchisi. Nima siz uslubni nima naqsh qildingiz? Usulmi keyinda bor. Bu vaqtda Keyingi bosqichga muvaffaqiyatli qadam qo'ysangiz uslub o'ynab birsiz shundaqmi? Bir ko'rgin bor usulingizda. Ayniqsan qatnashgandan keyin tayyorliklar qanaqa? O'zimning qo'llovchilarimni meni qaytadan bu sahnaga yana yondirib chiqdi. Yana bir qatam fursat berdi. Qayta bir fursatga erishganligim uchun cho'qim shu maydondagi shu oylik sondagi o'zimning barliq ortiqchiligini joriy qildirib, tomoshabinlarga texim yaxshi nomerlarni olib kelishga ishonchim bor deb o'ylayman. Shunglashqa tomoshabinlarning chavoklarini mendan aymaslik uchun rahmat sizlarga. Rahmat. Aramaqashtirim. Talibjon. Rahmat tilaymiz. Unda bo'lsa, bizning naqshimiz bosqichimizdagi eng oxirgi mahirni qizg'in olqishlarimiz bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Güzel naqşimiz her yer
bitip canni olup kakıp gür bol bollar kızı tayba bostan bizning yaxshimiz yangraydi chalgan sozimiz sayraydi aytganlar yaxshimiz kümüzdi elzoqi bilen ağlaydı Yürek korkusu şadlıkni Küler orman çimen zarlar Kişi nakşini ötkanda Kiler eski güzel çağlar bizning yaxshimiz yangraydi chalgan sozimiz sayraydi aytganlar yaxshimiz ko'ngilsizni elzoqi bilan ağlaydi Cihan gayem nakşanne Seher aşina suçladı Pigan etti armanı Pigan etti armanı Bizning yaxshimiz yangraydi chalgan sozimiz sayraydi aytganlar yaxshimiz ko'ngilsizni elzoqi bilan ağlaydı Aldı bilen qo'llig'ichilaringizga, tomoshabinlarimizga, ekran oldidagi ko'ruvchilarimizga salomingizni beraytamsiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va bag'ishli ustozlar va televizor oldidagi tomoshabinlar. Hammanglarga 5 numurlik Mayra Samiy Tursunning qutlug' salom.
Maktabda o'qimisiz ya? Aksu Sanat Mektebi'ni 2010 bitirgen, Ha. Recep Kesbini. Rejek kasbini. Ha. Hazır, pika. Mushu hozir aytgan naqshingizni bir naqshchiniki naqshini anglab ulgi qilib yurgandingizmi yoki? Kichigimdan 10 yaş vaqtimdalamkin mushu ilhaq naqshlarga bak qiziqatdim, musiqani chalardim o'zim. Dastlab skripka o'rgangan. Keyin mushu Dilshod akamning bulbulim degandek chiqib, Ha, ha. mushu akamizning ovozi bak amroqlab, mushu bizning naqshimizga naqshni. Mushu birinchi numar olib chiqay deb o'ginib necha vaqtni tayyorlab qo'ygan. Ben bir xoslikni his qildim-chi, bir purak borchu. Da o'ylab baqsam Dilshod akamning puruqga bu. Onun ustiga Dilshod akammi sirtga chiqib o'tmagan bilan ovozni ichida siz bilan tang etdi mana shuni. Men his qilib turdim Dilshod akam harakatlar bilan qo'pab ketay desa tehi o'zini aytib besib o'tadi-da. Haqiqatan bek yaxshi aytib berdingiz. Xudo xohlasa, qolgan mahirlarimizni sahnada taklif qilamiz. Bo'ldi. Baholovchi ustozlarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglab baqsaq. Birinci numaralık mayırımız Nur Mehmet Tayyar. Siz anam degen nakşını orladınız. Bu nakşının tekisi ait tesirlikki. Müzikisi şundak masıştı bu ahanga. Avazınız tekçe bala avazı diken teki. Nakşı ilminden yani köplep ilim alsanız bol diken de. Tekislen inek çıkarışınız, hissiyatınız şunçalık yakşı. Davamlık tırışın hukam. Rahmat. İkinci numaralık mayırımız sizin oşak makamının mukaddimisi bilen Culasını orladınız. Birinci oşak makamının mukaddimisi 8 oktava yukarı götürüp ettiniz. Şundak mı? Bu bir yeni bir açtak bir etiş uslub payda oldu. Bunu tunca kıtım ben rakı makamını açtak etkan. Sata! Dip aşağı evcikleri kaçış gerek oldu. Tekisleri gerçi azırak okşumusu mu? Yine asas şehatten siz makamıga buğa iştiyakınız şunçlik yakışken. Toluk egellepsiz. Yani kamkosu yerlere yeni ba. Bunu toluklap geçişke uzun cereyan gidilir siz Ahmet Yarbos'un. Rahmat. Enver Osman. Maysxan. 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 Mays. Bek çıraylık ya nakşağa. Maysxan degen nakşağa. Halak nakşağa. Şunçilik çıraylık yakşı. Bek aşı feyz ettin. Kız ulan buğan aşı hamkarlışın tazı nimkumat. Kız pervan olap gitti edi. Kız pervan olap da semanı itilip duruşun girdi. Dilshod aka saodek bunu o'qib ikkinchi o'ylab qo'ydi, ko'miga o'xshaysiz. Aşta kıldım ya. O sadek çoğulap koysa deysen emesde. Kurguydek egip duruş gerek o de. Sadece evde kaçırdığı kurguyu keşke egip demez. Bu okşumayla kadar şu. Asas şartı yaman çıraylık Moğoluk orladınız mı nakşını? Siz gibi Ahmet Yarbos'un. Rahmat. Talip Can Tahyar. Siz Sanat İnstitutu'nun usul kesbide. Şudak. Sahneye şuna çıkırdınızla bu bilindi. Çünkü usulçularını mektep kirgen günden tatip beden tutuşuna üydüdü umaldı. Şu usul da o adamın sahneye çıkıp yaptı, alaydılı bulundu. Siz orulgan çağırgah makamının meşrifi. Acayip çıraylık bu. Özlem pek yakşı görmüyor. Şunçilik yakşı ettin bu meşrifini. Oldu. Rahmat oğlum. Bizde o 5. numaralık mayırımız Aksu 3 Turpan'dan gelgen Semi Tursun. Bizning naqshimizni mashtaq etdilaysizlar. Bu bizning naqshimizni mashtaq ovoz sharoiti intan yaxshi, muzik sezimi intan yo'qur, naqsh etishi hissiyoti shunchalik mo'l. Mashtaq bari qancha odam etilgan naqsha. Buni hamma odam etilgan naqsha emas bu bizning naqshimiz degan. Afsus bu naqsha hozir yomon xunukli ketdi-ku. Og'zi odamning hammasi etilgan bo'ladi bu naqsha. Bundan qo'shib bo'lmaydi. Asli bizning naqshimiz mana naq sizdek etilish kerak. Boshqa gap yo'q. Ovozingiz intan yaxshi ekan. Men o'ylaganda qoldingiz. Hatto men qiyos qilamagan darajada ilvatingiz. Bu bizning naqshimizlar jumoyan boshqasini demayman. Chavan baldo chamaqlar aqsdan o'yin bor. Hammalarga Ahmet Yarbos'un. Rahmat Dilshod aka. Rahmat. Birinci numaralık mahirimiz Nur Muhammed Tayyar. Avazınızın torba, yıkımlık avaz. Lekin avaz tutsunuz sel tutuğurak. Lekin tanlagan nakşınız avazınızga maslashibdi. Nakşidagi hissiyatni ifodalashingizmi mı? Yarqin bo'ldi. Ahmet Yarbos'un. Rahmat. İkinci numaralık mahirimiz. Avazınız tipik erler yuqori avaz türüge teve avazken. Torba, jaranglık, süzük avaz. Ondan başqa sahne kiyimlaringizmi milliyatligi, xasligi bor, yarchimliq bo'pti. Sizga mo omad tilayman. Rahmat. 3. numaralık mahirimiz Enver Osman.
Maysxan namlıq naqshini etkepsiz. Avazыңызның dairesi tarraq, lekin to'rba, müzik sezimingizmi alaydı yaxshi ekan. Ahmet yar bo'lsin. Rahmat. 4 numurluq mahirimiz Talibcan Tahir. Avaz tusunuz sel tutuq, lekin müzik sezimingiz, sahnedagi badan tutuş, naqshidagi muzikalik hissiyotlarni ifodalash alaydı yaxshi. Şuna davamlıq tirishing, sizga omad tilayman. Rahmat. 5 numurluq mahirimiz Sami Tursun. Naqshnimi haqiqiy o'z paraqlari bilan jonliq, ta'sirlik aynan o'rinladingiz. Texmo o'zingizga ishining. Hammanglarga omad tilayman. Rahmat Rahmat, muallim. olim. Nurmuhammed Tahir, inim, avazınız erler, töven avazıga mensup bir avazken bu. Siz muş töven avaz kısmınızını köperek meşik etmezsiniz. Kelgisi de bir boşluk var. Çünkü muş erlerinin töven avaz nakışçıları kam bir boşluk var. Muşun çokum tolduralışınız mümkün. Muşu sahada izin bakın. Yeni birisiga küçük bir idot bakken, mening taklifim bundakin agar siz yana naqsh o'rinlab mushundaq bir itot qistirish imkoniyatlari bo'lsa, itot bilan siz naqshi o'rinlab turib, yo'g'rilib ketinglar. Itotning ichi kirib turib, shuningdagi bir personaj bo'lib turib, naqsh o'rinlasangiz, o chaqda naqshingizning ta'siri kuchi texmi cho'nqur bo'ldi ko'rguchilarninki, anglag'uvchilarninki qalbida. Rahmat. 2 numurluq mahir Ershad Adil. Siz bayağı okugan oşaq muqamınınki muşu muqaddimni o'rinlagan chaqda bo'lsin yoki julasini o'rinlagan chaqda bo'lsin, men sizda alaydi ikki xil alaydilikni his qildim. Birisi ovozingiz tipik muqam ovoz ekan, muqam o'rinlaydigan ovoz ekan bu. Siz nayt yaxshi bir muqamchi bo'la olaysiz kelgusida. Sizning yana bir alaydingiz shu kiyim kechigingizning rangi, o'tiklaringiz, ichidagi kiyimlar, tashindagi ton, doppingiz nayti astoydil muomala qilib tanlabsiz, nayti yaxshi yarashibdi. Biz taraqqiy qilib dunyoning oldiga o'tib ketsakmi, mush usti beshimizdagi tonimiz ham doppimizni sanmasligimiz kerak. Bu bizning kimligimiz. Buni sizga muvaffaqiyat tilayman enim. 3 numurluq mahir. O'qigan naqshingiz yomon obdan naqsh ekan, o'zingizmi yaxshi o'rildingiz. Siz ma'ningda, men naqshini tanlagan chig'ingizda kuyiga toz diqqat qilmagandek qilasiz. Mushu bek muhim nuqta-ku bu. Ovoz o'rningiz bilan kuyiningki o'rni toz muvofiq bir taraf qilingan bo'lsa, ovozingiz texmi yo'ruq, jarangliq chiqarkan, shundadan bek yaxshi o'rildingiz bu naqshini. Sizga muvaffaqiyat tilayman enim. Nayt yaxshi. Rahmat. Nayt yaxshi. 4 numurluq mahir Talibcan Tahir. Sahne qiyofatingiz bek yaxshi ekan. Yaxshi naqshchi bo'lish uchun ovoz bo'lsin kifoya qilmaydi. Ovoz degan 40%, 60% ya'ni boshqa bir omillarga bog'liq. Birinchisi sizda 3 alaydilik bor ekan. Birinchisi sahnani to'liq egallaydi ekansiz. Bu sahna san'atidagi intayin texnikalik nayt muhim nuqtalarning biri. Siz bu nuqtani nayt yaxshi tushunibsiz. Yana birisiga siz naqshini tushunib o'qiydi ekansiz. Naqshini ham bilib tanlaydi ekansiz. Yana bir alaydingiz, endi 3 alaydilikning yana birisi. Siz aqlliq bola ekansiz. Rahmat. Aqlliq bola ekansiz. Rahmat. Siz muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. 5 numurluq mahir Sami Tursun. Menimcha siz mushu Uyg'ur milliy kuy sistemasidagi an'anaviy naqsha aytish usuliga tabe bir naqsh ekansiz. Rahmat. Siz menimcha eng yaxshi naqshchilik bilan shug'ullan. G'ajakni qo'shimcha qilib. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat Saidga. 1 numurluq mahir naqshini yaxshi ijro qildingiz. Ammo diqqat qilgan bir taraf bor. Endi bu naqshini aytman deydigansiz, hamma ovozni ochiq ovozda ifodalashni egallasangiz texmi yaxshi. Yuqoridagi naqshini aytganda har bir misraninki oxir qismini dimoq ovozga yo'llab oldingiz, og'zingizni ochmaycha. Buni ochiq ovozda aytishga tirishsangiz bo'ldi. Rahmat. 2 numurluq mahirningmi o'shaq muqomining jula qismini haqiqatan to'liq muzikalik o'yinishlar bilan nayt yaxshi ijro qildinglar. 3 numurluq mahirniki nayt aytishingiz nayt muvaffaqiyatli bo'ldi. Mening yana ta'kidlab qo'ydig'im, sahnada texmi jonliq bo'ling. Sen tatınıp qalğandan keyin naqshining ta'sirchanligiga ta'sir etadi. Ma'qul, rahmat. 4 numurluq mahirniki muzik sezimchanligi kuchli ekan. Chariga muqamining mashrifini nayt yaxshi ijro qildingiz.
Bulupmu sahnedeki kıyafetiniz, canlılık, hissiyatınız nahayeti kızgın oldu. Rahmat. 5. numaralık Mahir'ninki avaz dairesi kam. Moşu nakşı aytishdiki ovozingizning nima eg'izingizni aytishingiz nakşı aytish qonuniyatiga intayin moslashdi. Rahmat. Uning ustiga naqshini bizning naqshimiz nomli naqshini nihoyatda jonliq, qizg'in hissiyat bilan, nihoyatda mardonalik bilan aytdingiz. Rahmat. Haqiqatan nihoyatda yaxshi. Hammanglarga muvaffaqiyatlik tilayman. Rahmat Abduzka, rahmat. Endi naq maydondagi tomoshabinlarimizni paraz qilib beqishga taklif qilamiz. Albatta, to'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizga ko'ngil sog'imiz bor. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizga kiyimlarini setish maqsadini ta'minlagan sarkarda markali kiyim-kechaklar bilan mukofotlaymiz. Undaqda paraz qilib baqsanglar. Menimcha 5 numurluq Mayerni chempion bo'lamdiki deyman. 4 numurluq Mayer birinchi bo'lamdiki deb faraz qildik. Menimcha 3 numurluq Mayer birinchi bo'lamkin deyman. 1 numurluq Mayer birinchi bo'lamdiki. 2 numurluq Mayer Ershadjon chempion bo'ldi. Endi tanlash huquqini tomoshabinlarimizga beramiz. Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, o'zingizlar yaxshi ko'rgan Mahirga mas'uliyatchanlik bilan bilet tashlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash Başlanmış. 4, 3, 2, 1. Bunda olsa natijalarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Marhamat. Muborak bo'lsin, bizning keyingi bosqichimizga qadam qo'ygan mahirlar sizlarni tabriklaymiz. Tuvang tushib, tayyorliqlaringlarni qilg'ashtiringlar. Marhamat. Biz har vaqt topkavotimiz biz uchun natija muhim emas, jarayon muhim deb. Mushu jarayonda sizning haqiqiy talantingizni bizning tomoshabinlarimiz, ko'rurmanlarimiz bilib bo'ldi, shaxsan bizmi bilib bo'ldik. Lekin mushu numar farqi, ozroq numar farqi bilan mushta egizpasliklar bo'lib qoladi. Men sahndan vaqt xo'shlashib qoldigan ahvollar bo'ldi. Bu hargizmi bizning hayotimizdagi eng cho'ng natija emas, hayotimizdagi eng cho'ng bir burilish emas. Bu texi bizning bundan keyingi mushu san'at jihatdagi, naqsh jihatdagi taraqqiy qilishimizga texmi yo'l ochib beradigan bir sahna. Ishchiman bundan keyin siz bundanmi yaxshi natijalarga, bundanmi cho'ng sahnalarga chiqa olasiz. Sizga ko'p rahmat Emshad. Bizning naqshimiz bosqichimi muvaffaqiyatga oxirlashtiramiz. Unda bo'lsa biz ikkinchi bosqichga qadam qo'ya olamdik. Bo'ldi. Bizning ikkinchi bosqichimiz Parvoz. parvoz.
Kilip devran sürüp ketkin Bizim nasayır şar bulur İtizdaki iş düşer bulur Kümülünü kür hayat peyzi Yayra külüp ketkin Kümülünü kür hayat peyzi Yayra külüp ketkin Yayra külüp ketkin
Bizning parvoz bosqichimizda mahirlar o'zining naqsh etishdan boshqa layliklarni namoyon qilib bo'ldi. Unda xo'sa, bağlovchi ustozlarimizning taklif fikrlarini anglab baqsaq. 5. numurluq mayırımız Sami. Gecekni şundaq yaxşı nayt orulluq çaldınız. Bu gecek özümü nayt murakkab muzika, tez muzika. Bunu bir chetdan etib turib, şunda pıraq şevilik çelip, yani naqshni mı şunda pıraq şevilen orulamaq bunu yaman zor məşq ketidi. Beş ikisini birden yapmak nayt tez. Siz bay etqan naqshning ismi Avrishim. Bizning ilhaliq naqshlarımızın içinde nayt vakil karakterlik yetişki intayin qiyin kelgan naqsh. Siz bunun pıraq şevilerini shunchalik yaxshi egallabsiz. Rahmat Dilshatga. Nur Muhammad Adil to'g'riliq to'xtalib o'tay. Bu bosqichda ranglik oyoq nomli usulni o'ynadingiz. Usul harakatlaringiz chaqqan, tetik, ularga moslashgan bo'ldi. Meningcha texmi zo'r utuqlarni yarata olaysiz deyman. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 4. numurluq Mahir. Siz nayti munavvar bir kam tepildigan yaxshi usulchi ekansiz. Sizga men nayti chin ko'nglimdan bir xil qoyilligim keldi. Sizga muvaffaqiyat tilayman inim. Rahmat. Rahmat. 3. numurluq Mahir o'zininki garmon chelish aloyligini namoyon qilish jarayonida Yasin Maqsud so'zi, Eminjon Yusuf muzikasi bo'lgan ko'rib ketgan nomli naqshni nihoyatda yaxshi ijro qildi. Endi ham chilib, ham naqshi aytmoq tez. Chunki kollini ikki tarafga ishlatadigan gap. Bu nihoyat tez. Bu haqiqatan yuqori mahorat talab qiladigan, aqli nihoyat sezgir bo'lgan, imkos tiz bo'lgan odamlar qila oladi bunday ish. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Rahmat. Bağlovchi ustozlarga. Man tomoshabinlar yana hal qilg'uch bosqichlarga qadam qo'ydik. Unda bo'lsa qo'linglarga bilet tashlashni elib, odillik prinsipi bo'yicha mas'uliyatchanlik bilan bilet tashlagan bo'lsanglar, unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 4 3 2 1. Keyingi bosqichimiz qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Natijalarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Keyingi bosqichimizga o'tgan mahirlar sizlarni tabriklaymiz. Tuvanga tushib, tayyorliqlaringlarni qilsanglar bo'ldi. Marhamat. So'ngim shundoq yaxshi o'ynagandingiz. Ben xo'shalman. Shaxsan yaxshi ko'rgan. Ishqisi yo'q. Musobaqa degan shundoq futush qatorliq bo'ldi ekan. Lekin men baxo'shal chavog'inglarni bir bersanglar. Rahmat. Nur Muhammad kayfiyatingiz qashqallar. Ben texim tirishib, chuqum haytib kelaman. Rahmat. Nova programmamiz, Nova sahnimiz har vaqt sizni qarshi oldi. Mushu mahirlarimiz sahnadan chiqib ketganda, mushu chehrada mushta tabassum bor. O'ziga ishongan holat chiqib ketsak suyunib ketamiz. Maqsadingiz yetkazasiz. Texmo tirishing aynan. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Alqishlar bilan o'tib qo'ygan bo'lsak. Hamdagi bosqichimiz Qarindoshlar. Bo'ladi, unda bo'lsa keyingi bosqichimizga o'tib ketsak, bizning 3-bosqichimiz qarindoshlar. Marhamat. Bakamına saldın, aynı bağ, ey yar ey, görmem sen bunların niye bak. Bakamına saldın, aynı bağ, ey yar ey, görmem sen bunların niye bak.
izlep bu topalmaysan vay gülbağ ey yar ey mening dek bir mulayim gülbağ izlep bu topalmaysan vay gülbağ ey yar ey mening dek bir mulayim gülbağ Ornular katar katar Ornular katar katar Aydın bolsa yey Bu köngül rahat tapır mı Allah yarım ey Köngündeki yar bolmasa yey Meknim sözü çıray Ortoğundan kandak çıdayey Akşam aydın kaç ki Allah yarım ey Bağlatça tambur çalayey Sen yanı dep oltayatım Müşkül zindanda Müşkül zindanda Sen yanı dep oltayatım Müşkül zindanda Müşkül zindanda Oltaylarım bir gün yok ey Dadey, dadey, dadey Bağı bostanda Ya dost, ya dost Bağı bostanda Bağı bostanda Yetizlikta dallaydı Ak yeter bilen paktek Könglim seni halaydı Alemde kişi yok tek Kelgin okuma köz Bostanı sikilek Bostanı sikilek Yarım yok benim Senin din bilek Ür geldi felek Çür geldi felek Çür geldi felek Kimden yar sen cinimni al bu dek Kimden yar sen cinimni al bu dek Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Naqsh tanlashga bak ustkansizlar ish qilib. Qarindoshlarimizni tanishtirib aytamsiz. Bu yoq savaqdishim, yataqdishim ham 5 yil jarayonida meningki har qanday ishlarimga qo'limga qo'l, putimga put kelayotgan yaqin og'aynam Ahadjon. Ahadjon to'laymiz. Nava programmamizning ko'rmanlari taniydi. Bu yaqin og'aynam Musajon. Qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa, bu yataqdishim yaqin og'aynam Dilmuratjon bo'ldi. Hammalarni qarshi olamiz. Sizlarga omad tilaymiz. Unda bo'lsa, to'yga tushib, arama Rahmat Rahmat sizlarga. Unda bo'lsa, yana bir mahirimizni qizg'in olqishlar bilan sahnaga taklif qilib olgan bo'lsak. Çok birer çok sorsan Soğukta gülhan yandırar Çok birer çok sorsan
Tuğkan ulu degan naqshni nihoyat chiroyli aytib berdinglar. Rahmat sizlarga. Dehqonlarimizga madiylangan mushundoq yiqimliq kuylarimiz uzilib qolmasa deb bek o'ylaydik. Rahmat sizlarga. Qarindoshlarimiz bilan tanishib ketgan bo'lsangiz. Bu yoq meningki yaqin birodarim Ferdonjon. Bizning san'at instituti pianino kasbida. Ferdonjon qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa Mansurjon. Shu munosabat bilan ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytib olaman. Rahmat. Kuchingizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizlarga. Tinch, baramag'ashtiringlar. Qarindoshlar bosqichidagi oxirgi mayrimizni taklif qilib olamdik. Qani, marhamat. Marhamat. Düşmegen kazalara okşaydı alem. Otun ulu küreşlege ciddi sanki. O düşmegen kazalara okşaydı alem. Otun ulu küreşlege ciddi sanki. Çin tükmügün parak etke tuğuldum dese. Salkını yok çölde işlege ciddi sanki. Çin tükmügün parak etke tuğuldum dese. Salkını yok çölde işlege ciddi sanki. Her kim kirlip söylemez ki menzinge. Gal hem kara sürke öşlege ciddi sanki. Her kim kirlip söylemez ki menzinge. Gal hem kara sürke öşlege ciddi sanki. Sırlaş emmez tatlaş üçün tırnakla teyyar. Kusur tepip cünde öşlege ciddi sanki. Sırlaş emmez tatlaş üçün tırnakla teyyar. Kusur tepip cünde öşlege ciddi sanki. Ecel bağdır senin için maktaşladım ay. Göz tekmişsin sözleşmeye ciddi sanki. Ecel bağdır senin için maktaşladım ay. Sözleşmeye ciddi sanki. Bir tal tüpke aylin sen bilmey bezide. Uçurğun ye pilleşlege ciddi sanki.
bağlanıp tirikçilik arqallarıga Xalqanca süreçləgən ciddi sanki Şun bağlanıp tirikçilik arqallarıga Xalqanca sankegin açdı sankegin Qarindoshlarınızı tanıştırayım siz. Bu yoq bo'lsa, mening eng yaqin og'aynim o'zi Shinjong san'at institutida o'qiydi. Sata kasbida yetilayotgan satachi. Bu yoq bo'lsa, Azmatjon o'zi bizning Uchturpan diyorimizdagi yaxshi tamburchi. Birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Mush munosabat bilan rahmat aytamiz sizga. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi numrini o'ylab berdilar. Rahmat sizlarga tüvenç paramı qaştıranlar. Qalan mahirlerimizning qizg'in alqış sadalarımız bilan sahneyi taklif qilamiz. Marhamat. Bizning 3 numurluq mayirimiz Anvar. Bek chiroyli aytdinglar da ajat naqshini. Rahmat. Nima aytgan? Ahadjon. Ahadjon. Qumun naqshini aytdi-ku. O mayaning konimi menavi. Davomli keladi. Faqat kulmaydi, qapoq turib. Bugun xil yaxshi u. Yaxshi aytdinglar. Rahmat. Rahmat. Talibjon Tahir Dehqon Ulug' nomli naqshini aytibsiz. Naqshni sizlar haqiqatan yaxshi tanlabsizlar. Ovozinglarga shunchalik tushibdi, uchinglarning ovoziga. Naqshidagi mush akkord ovozlar shunchalik yaxshi ilingan. Sizga omad tilayman. Rahmat oğlum. 5 numurluq Mayır. Başdan ahırgacha her qaysi bosqichlardagi naqsh aytish mahorati haqiqatan ko'z yumg'ili bo'lmaydigan muvaffaqiyatli ijro qilindi. Rahmat. Her qaysinglarga omad yor olsun. Rahmat. Yana halqılıq vaqtlarga yetib keldik. Talash huquqiy yanlam bizning tomoshabinlarimizda. Unda xo'sam qulonlarga bilet tashlashni elib, bizinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash Başlandı. 3 2 1 1 Ciddiyleşiyotamsizlar. Natijalarga sog'lar bo'ldi, marhamat. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mushtaq bir natija bo'lib qolarmi deb ideja tayyorlik bormi? Batı. Nava sahnesiga qatnashib, qarindoshlar bosqichga kelib, o'zimning qarindoshlari, ya'ni 5 yil oliy maktab birga o'qib, chiqqan savodoshlarim, do'stlarim bilan yaqin qarindoshlar bosqichida hamkorlashib naqshi qatnashtira olganimda intayin xush bo'ldim shaxsan. Shunga meniki hamkorlashishimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yana lekin oliy maktab o'qitib, oliy bilim yurtlarida yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga men rag'batlantirgan otam bilan opamga, qarindoshlarimga alohida rahmat aytaman. Rahmat sizlarga jafo chekdinglar. Bo'ldi, inim o'qish bitirish oldi turasiz shundaqo. O'qish bitirgandan keyin mush kasbda davomli izlanib natija qozonishingizga tilakdoshmiz. Ma'qul, rahmat. Sizga ko'p rahmat. Salomat bo'ling inim. Alqış bergan bo'lsanglar. Chavat. Unda olsa biz eng oxirgi bosqichimizga qadam qo'ya olamdik. Bo'ldi. Bizning eng oxirgi bosqichimiz Oyda bir yulduz. Atam aymu, anam gülmu, ayray tuğupu, sen kızıl gülni, ayray tuğupu,
Allah'ay ağa Nurhan Ağa Nurhan ey şekliye musafirme İgiz tağlar telmürdü Atam yadimde yetkendi Atamның tezze bütti Begim daşur etkendi Begim daşur etkendi İtim öldü sonu parvan Agar üçne ömdü dar emdi Atam ni izgim kelli İtizdindi yüküşkendi İtizdini yüküşkendi Heme elçeşidi kaydı Hamalladı mehelemge Şunda anam ayvandı kütkendi Anam ayvandı kütkendi Anası bana ay değmen Atası bana ay değmen Üzemni tok almaymen Atası yok nükügende Üzemni tok almaymen Atası yok nükügende Atası yok nükügende Üzemni tok almaymen Atası yok nükügende Atası yok nükügende Atası yok nükügende Bizning eng oxirgi bosqichimiz oxirlashdi. Programmamizning boshlanishida 4-numurlik mayirimiz bilan 5-numurlik mayirimizni bu oylik yulduz buldu deb faraz qilgan ikki tomoshabinimiz nada o'tadi ekan. O'rninglardan bir turib bergan bo'lsanglar. Albatta to'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga ko'ngil sog'imiz va erkaklar markalik kiyim-kechaklar bilan mukofotlaymiz. Albatta bugungi sahna turgan mushu ikki mayirimizdan biri oylik yulduz buldu. Mushu fursatda programmamizni qo'llab kelayotgan Urumchi Qutyar fan texnik taraqqiyot cheklik şirketiga, Xushalliq savdo cheklik şirketiga, Divan oyoq shaharchisi 4-qavat Muxlisa Gulchiligiga Shundoqla shu munosabat bilan mening kimim ta'minlagan yo'lliq kiyim-kechaklar shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Endi eng oxirgi xalqiliq vaqtlarga yetib keldik. Oldi bilan bizning taratqular vakillarimiz mushu sahnadagi ikki mayirimizning qaysiga qo'ldagi qimmatli 10 numarni berishni xohlaydi ekan. Oldi bilan 4-numurlik mayirimizga. Nalchanға o'zining qo'ldagi qimmatli 10 numarni beradigan taratqular vakillari 1-2 20 numar muborak bo'lsin. 5-numurlik mayirimiz